Mana bu aka chotga tushuntirib qo'yibdi aka. Rahmat sizga. Bir ko'ramiz videoni. Energiyangiz 24 ga 7 zo'r bo'lish uchun nima qilish kerak? Ba'zi narsalardan voz kechish kerak. Birinchisi, shakardan voz kechasiz, ikkinchisi, nondan voz kechasiz, uchinchisi, napitkalardan 100% voz kechasiz. Napitka deganda boyagi kola, Fanta, Sprite, xullas hammasidan kechasiz. Kelishdiga, to'rtinchisi, ujindan voz kechasiz. Ujin qilish 100% voz kechasiz. O'rniga tarvuz yoki qanaqadir bodring yoki meva yeb qo'ya qolasiz. Mana shundan voz keching. Beshinchisi, ertalab voqli turing. Voqli turganda ibodatni qilib uxlab olmang, yo'q, 10 kilometr hech bo'lmasa 5 kilometr peshkom yuring. Mana shu ishni prosta amalda qo'llang, energiya bomba bo'ladi. Kechqurun 10-11 gacha zo'r bo'lasiz. Hech qachon charchamaysiz. O'tirgan joyingizda uyqusirab uxlab ham qolmaysiz. Bu formula %100 ishlaydigan formula, hayotimda amalda qo'llagan formula. Siz amalda qo'llang, keyin natijasini kommentariyada yozasiz. Kelishdikmi? Joningiz omon bo'lsin, yaxshi ko'raman sizlarni.